Ana degan shundaq ulug'. Hikoya. Ovozda Xuncham Ro'zi. Bugun qildigan ish yo'q. Dam oldim. Uyga qaytib, kompyuterni ochib o'tirsam, opam chaqirib ketdi. Balam, bozorga berib, nas kerak. Doğramoqchi edim. Putum og'rib, mang'amay turgan. Hajabmi yaxshi chiqibsan. Meni mashinada akirib chiqsang bo'pti-ekan. Opamning men cho'ng bo'lsam, bir puti og'riydigan ko'n kesilib atdi. Piyoda uzun mang'amaydi. Ma'qul, dedim xo'shaqmagandek qilib. Shuning bilan bozorga mangdiq. Tanlı bozordan nas kerak ep bo'lgandan keyin dorixonaga bordim. Bir soatdan keyin opam chiqdi. Oxiri uyga qaytdik. Uyga kirib 10 minut bo'lmay opam yana chaqirdi. Nemish? deb chiqsam, opam qo'shnilar telefon qildi. Yo'lda tugab ketgan bir do'stimizning uyga patig minibdi-ekan. Billa kirayli, tez keling deydi. Balam, chaqqan bo'l, meni opirib qo'y. Opam shu gaplarni degach, dasturxonga bir narsalarni yogab tayyorlik qilib bo'ldi. Chaqqan bo'l balam, ular meni saqlab qoldi. Ya Allah, opa, ajab ishlar tugamaydi ekan. Bir kun demog'anda odamni orom xudo uyda o'ltirg'lim qo'ymay. Shu gapni davetib mashinaga chiqdim. Mashinaning ishkini shundoq kuch bilan yopdimki, opam pastda turib cho'chib ketdi. O'ylab qoldim. Ishkini ajabchin yopdim ya. Opammu pastda mashinaga chiqaymi, chiqmaymi degandek birdan turib o'tib chiqdi. Menmu qilganlarimga xijil bo'p gap qilmadim. Opammu gap qilmay o'tiradi. Mashinada jimjit meng'otimiz. Bir vaqtda opam jimjitlikni buzib gap boshladi. Voy balam, burun piyoda neni jiroq yerlar ketatdim. Entayin sog'lom edim. Eng oxirgi tug'dimda balam 4 kilogram tug'ildi. U chaqlarda uyda tug'digan chaqlardi. Bir kech kunduz to'lg'oq azobi tatdim. Qo'shni xulumlar, cho'nglar, ona bola ikkisi tugab ketgudak debdi-ekan. Men yanıla tan bermedim. Davamlıq kichidim. Ulug' Allohdan meni elib ketsangmi, mushu balamga hayotlik bergin deb o'tindim. Mushu og'riq azobi turib, Allohni yod etib, balamga hayotlik tilginimdan shafqatli Allohning rahmi keldimi, oxiri yangidim. Balammu hayat qaldi, menmu hayat qaldim. Balam o'g'il edi. Tug'utdan keyin men mang'amadim. Lekin men qilcha umidsizlanmadim. 4 qizning keyindan tug'ilgan bu o'g'lim menga tasalli edi. Keyin mang'alaydigan bo'ldim. Lekin uzoq mang'amaydim. O'rnimdan tursamla putum og'riydi. Bormagan doktorxona, izlamagan doktor qolmadi. Bu putumning og'riqi tug'utimda kuchab ketgandan osardi ekan. Saqaymaydi ekan. Opam so'zlayotdi. Yer tegidan opamning ko'zi qaridim. Opamning ko'zidan yosh to'kilmoqda. Opamga tasalli berish emas, yenib qarashqimi jur'at qila olmadim. Nomusdan yerga kirib ketgudak bo'ldim. Mashina o'zimning otamdi yoki men haydayotmanmi, bilmayman.
Bardıgan yegimi keldik. Apam, sen qaytıvergin bulam. Men ayal bop qalımen. Bu yerde taksi tutuş kolay. Men taksida ketey, dep kirip ketdi. Endi özemni tutolamadım. Közümden yaşlar jip üzülgen macandek tökülmekteydi. Özemni eyiplevatımın. Özemni tıllavatımın. Özemden nefretlivatımın. Çünkü apamni şu ağrık azabı sağan. Apamni cenidin ayrıgılı tas qağan. Şu 4 kilo tuğulgan buvaq del men idim. Meni keçirin apa. Anı degen undak uluk, mundak uluk. Anının ecrini jüdüp heremge apırıp mı ahlıgılı bulmaydı. Degen men özem bir çağlada. Helgo heremken şehirge ekirip koyganğı mı? Apamdan köңlüge azap edim mi? Men mu adam mı? Anam 20 neçe yıldan beri men sebeplik şu ağrık azabını tartıvatıdı. Şu tartkan azabı azlık kılgandek. Bugünkü günde men yine anamның köңlüge azap edim mi? Allah meni keçir. Men şunda qarı qosak, qarı köngül bop ketdim mi? Allah mendek közü korlanın közüge nur ata qığın. Mendek pendiriңның köңlüge insap ata qığın. Azgan pendiriңның tövbesini qabul qığın. Ana, meni keçiresiz mi? Mendek insapsız, vapağı capa kılıdığan oğlunuzni keçiresiz mi? Allah özel, bir saattin keyin apam inip çıktı. Apam meni körüpla. Vay balam, sen qaytıversen bolmamdı. Men taksiydi qaytattım. Men seni qaytıp ketdi dep, uzun olturup qaptı men. Apam tanglik bolgan kıyafette şu geplen dedi. Xuddi mening aldımda xatalık ötküzüp koygandek. Belki mendek vapasız oğlunu yine uzak saklap kettim dep, oduraydı dep oyladı. Özemni yen tut olamadım. Ağzımni ömelettim. Nurgun gepim var. Lekin boğazımga bir nas kepli ağandek. Menden zuvan çıkmadı. Fakat gözümden yaşıl çıkıvatıdı. Aran teste özemni tutuvelip. Apa meni keçirin. Sizni qanchalik saqlasam mı arziydi. Kichik bir ish uchun ko'nglingizga azob berdim. Siz meni tug'ib 20 necha yil bo'ldi. Put og'riqining dardini tatyapsiz. Lekin menga bir haqitim bu. Seni tug'man deb putum mushundaq bo'lib qoldi deb baxmidingiz. Men sizning bolangiz-ku. Nemishqa sizdiki oliyjanob fazilatlar menda yo'q. Zodi nemishqa? Apa, meni kechiring. Apa, meni mush bir qitim kechiring. Apa, meni kechiring. Apam yig'lamoqda. Quchqini kengayib, meni quchoqlab, beshini siylamoqda. Peshonamga so'ymoqda. Ana degan shundoq ulug', shunchalik afuchan, shunchalik mehribon. Mana ana degan mushundoq inson. Analarni asrayli.